ya'ni bu Qur'on oyatlarini qimmatli qadrni ijro qilib pok sahifalarga yozilgandir. 109 sura Kafirun. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigin turgandek gumon qiladi. U ihson qiluvchi odam Parvardigorining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Yo'lda ketayotib bugun boqqa hargiz bir miskinni kirmasin deyishib pichirlashdi. Hargiz undaq emas. Ya'ni qiyomat ularning o'ylaganidek yolg'on emas. Shubhisizki biz insonni aralashma ma'nidan, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Vaz-nasihat foydali bo'ladigan bo'lsa, kishilarga Qur'on bilan vaz-nasihat qilgan.